Sizningcha Real Madrid tarixidagi eng qimmat transfer qaysi futbolchi bo'ladi? Kecha Florentino Perez seshanba kuni, ya'ni keyingi hafta mana shu futbolchiga rasman taklif yuborishni va mana shu futbolchining ismini oshkor qilishni aytdi. Bir yangilikni e'lon qilmoqchiman. Seshanba kuni Chempionlar Ligasida o'ynaydigan bir jiddiy klubga o'sha klubda o'ynayotgan futbolchining transferi borasida taklif yuboraman. Va bu ajoyib futbolchi uchun Real Madrid o'z tarixidagi rekord darajasidagi eng qimmat transfer taklifini yuboradi. Summa juda kattami? Ha. Kamida 150 million yevro. Kamida. Muxlislar bu futbolchi kim ekan deb so'rashlari aniq. Tez orada bilib olishadi. Kimligini oshkor qila olmaysizmi? Yo'q, buni ayta olmayman. Axir seshanba kuni taklif yuboramiz dedim-ku. Bu Oliseymi? Olisey ajoyib futbolchi. Yaxshi transfer bo'lar, lekin u emas. Yo'q, u Olisey emas. Demak, u Olisey emas. Yana bir zo'r futbolchi bor, Doku. Yo'q, u ham emas. Mayli, hech bo'lmasa qaysi pozitsiyada o'ynashni ayting. O'rtada va yuqorida o'ynay oladigan futbolchi. Lekin jamoangizda hujumchilar ko'p. To'g'ri, jamoamizda hujumchilar ko'p, lekin Madrid bu Madrid. Va bu Holland emas? Yo'q, bu Holland emas. Holland emasmi? Yo'q. Birinchi bo'lib biz klub bilan gaplashamiz. Xuddi ana u janobga o'xshab. Men Hollandni hal qildim degandan keyin uning otasi chiqib bu yolg'on ekanligini, Hollandning agenti bu yolg'on ma'lumot ekanligini, keyinchalik klub ham bu yolg'on ekanligini tasdiqladi. Shu sababli klub bilan gaplashmay turib uning nomini ayta olmayman.